Mana senga olam olam gul, xohlaganingcha sepib ol. Assalomu alaykum, o'zim hurmatli aka-uka, opa-singillarim. Sizlarga do'stlikdan, masjid ro'pparasidan, pashti yo'lni bo'yidan, zo'r lokatsiyadan juda ham chiroyli bir shinam uyimiz chiqib qoldi azizlar. 6 sotiga azizlar. Ketdik, sizlar bilan tomosha qilamiz. Sen bilan bir umr qolsam sevgilim, o'lsam-da bag'ringda o'lsam sevgilim, dunyolarga sig'maydi bu dil, senla nafas olsam sevgilim. Oshig'ingman, telbaginamsan, hayotimsan, bittaginamsan. İşon yashar bo'lmaydi sensiz, yuragimdan ko'proq keraksan. Azizlar, juda ham bir chiroyli xonadonimiz bugungi kunda sotuvda azizlar. Juda ham menga yoqdi. Balandgina, juda ham mustahkam solingan chiroyli uylarimiz ekan. Paltarashka ekan azizlar, sizlarga birinchi qavatidan ko'rsatishni boshlaymiz. Podvalida ham 5 xona qilsak bo'ladi, deyapti. Bu uyimiz 6 sotik, 8 xonadan iborat. Ket, bir chekkadan ko'ramiz. Keling, aka, mana to'yxonadan zaldan berib qo'ying. Maşallah, burungi uylarni qaranglar azizlar. Mana patologning balandligini qaranglar. Mana azizlar, to'ylarda xudolar kelib, maza qilib, mana aynagimiz ko'cha tomonda aynagi. Juda ham bir chiroyli shinam ekan, remontdan yangi azizlar, juda ham chiroyli. Azizlar, bu zaldan chiqib turib, mana sizlarga moxonalardan boshlab ko'rsatamiz. Kelinglar. Mana. Mana azizlar, patologiyam shashkami, shaxmatmi? Mana. Dizaynda bu ham bitta. O'zicha. Odamning uchun bo'lgan ekan azizlar, eshiklarimiz ham bir chiroyli, sostoyaniyasi holati zo'r. Moxonamizda bugungi kunda svet yo'q ekan, aytga sanamisizlar, buni ham azizlar, bu yerlarda hali odam yashamayapti ekan, pastda yashashyapti ekan, hozir bu yerlarni ham ko'ramiz. Do'stlar, men holi ham menga juda ham yoqdi, qaranglar azizlar. 1 2 3 3 ta xonamizni ko'rdik sizlar bilan, endi mana onisini ko'ramiz azizlar, keling. Mana do'stlar, parovoy отопленiyalari bor, kanalizatsiya, suv, svet, gaz hamma yo'g'i bor azizlar. To'liq kirib yashash kerak ekan. Ammo lokatsiyasi juda ham yaxshi joyda, do'stlar. Mana bu 5-xonamiz bo'lyapti, do'stlar. Mana do'stlar, balandligini qaranglar, juda ham bir chiroyli solingan uylar ekan. Koridori ham katta-da, qani bir qo'lga o'xshaydi, mashalloh. Do'stlar, sizlar bilan 5 ta xonani ko'rib chiqdik, azizlar. Bu 8 xonadan iborat ekan, azizlar. 13 ta xonamizda sanuzullari ham bor ichida. Hozirgi kunda odamlar bor ekan, azizlar, mana keling aka berib qo'ying-da. Hammalar biladida, Go'rgayni Kurgovoydan Do'stlikka qarab yurayotganda 10 tomonimizda Faiz choyxonasi kelardi. Hozirgi kunda Do'stlik choyxonasi bo'lib qolgan. Yo'lni bo'yi azizlar. Mo uyimizni yarmini olsanglar, pad biznes qilsalar ham bo'ladi. Azizlarim, mon qaranglar, 2-qavatdan tushganda tushib kelasizlar. Juda ham chiroyli uy ekan, menga rosa yoqdi azizlar. Mana yerto'larimizni ko'ramiz, ketdik. Do'stlar, svetimiz yo'q ekan, mana qaranglar, juda ham katta, mana qaranglar. Qayerdan kirishni bilmay qoldim. Bu yerda ham 5 xonamiz bor ekan. Shunda sizlarga 13 xonadan iborat deb aytishim kerak edi. Mana azizlar. Mana podvalni qaranglar. Xoling sport zal qilib qo'ying, xoling kladovka qilib qo'yinglar. Azizlar, bu yerda o'zi kuni-tuni suv to'xtamaydi. Yana akamiz mana bochkalar qilib qo'ygan ekan, nasoslar qilib qo'ygan ekan. Juda ham bir chiroyli qilib mana yerto'lamizni portishkalari, yana nima kerak azizlar, mana qaranglar, qo'l yetmaydi. Juda ham bir balans, shinam yerto'la. Do'stlar, bu hojatxonamiz, qaranglar, juda ham tekis. Mana esa bir tandirxonalar. Bu yerda azizlarim 3 xonamiz bor, ichida sanuzullari bor, juda ham dom qilib solingan, udobstolari zo'r ekan azizlar. Hozirgi kunda uyda egalari bor ekan, bezovta qilmaymiz. Azizlar, dokumentatsiya zo'r, gaz, suv, svet, kanalizatsiya hamma yo'q bor. Aziz, ishona olinglar. Mana bor ishotkani bu yog'ini bir pad biznes qilib olsalar ham bo'ladi. Akamizning murojaat uchun raqamlarni qoldiramiz. Kelsanglar, o'zi qo'lingizdan yetalab yurib ko'rsatadi. Juda ham zo'r uy azizlar. Nima deysiz mana xonadonimizga? Uka, hozir biz narxini aytamizda. Narxini aytganimizda keyin boshlash mumkinda. Bunaqa narxga qarab. Har bir uyda o'zi narxi bo'ladi. Конечно. O'zining lokatsiyasiga qarab-da. Bu yerlarda yeri pul. Bu yer, masalan, qarang. Do'stlikka kelayotganingizda tamojaga yetmasdan. Mana masjid bor, Do'stlik kafe bor. Ashuna ro'pparasiga kirgan ko'chada Abdulla Kulikov 51A. Meni atim ekanda ko'cha nom. Abdulla Kulikov 51A. Narxini aytinglar. Keyin odam kelib turib, ko'rib turadi. Действительно, narxiga yarasha ekan dedi. Bo'ldi. Narxi bo'lmasam
unaqa ham qimmat emas. Biz o'zimiz oladigan qilib sodalashdik. Akamiz bilan juda katta narxda aytadi, потому что qo'shnilari shunaqa sotib ketgan ekan. 255 ming dollar zo'r kami bor azizlar. Ammo pulinglar o'zinglar bilan birga qaytib keladi mana shunaqa. Murojaat uchun raqamlarni aytamiz aka. 0550 bilan 09 19 10. Qaytaraman 0550 bilan 09 19 10. Akalar, kelinglar, bu mahallada yashab ko'rganlar biladi. Olgan odamga nasib qilsin mana shu ya. Bo'ldi. Baraka topsin.